Men kech bo'lganda chaqirding. Saharlikka osh aytib qo'yganman, ketdi. Ya men osh yemayman. Men 30 kun suv bilan ochib, suv bilan yopaman men ro'zani. Irodam shunaqa kuchlidir mani. O'ta katta gapirib yuboradiganlar haqida. Katta gapiraverma, yur oshga. Borib kelaver. Men qulamasdan hozir. Sen Sinfdoshlarni ham yig'sang bo'lar ekan parallellarga qo'shib, ABVG deylardi. nima qilasan ular? Bir ehson qilib iftorlik qilib berlarga. Bo'ladigan gapni gapir. Akalar nima yeymiz bugun iftorga? Menga ham tavajjuh ikkita somsa, keyin yana o'ylab ko'raveraman. Mana o'shandan yeyman, Alish akasi-chi? Menga ataga ikkita xurmo yetadi. Ramazonda hech yo'q, katta gapirmagin. Endi nafs jilolash kerak-ku. Aka zavodda nechta odam bor? Mingtadan oshiq nima edi? Bir iftorlik qilib beray degandim-da. Boring qal, asabga tegma. Ishonmaydi, juda to'g'ri qildim. Hokim buva, assalomu alaykum. Shaharimizda nechta odam bor? Bir ehson qilib iftorlik qilib beray degandim-da. Uzilib qoldimmi, yo'qib qo'ydimmi? Ha, tinchlikmi? Nima chaqirding kech bo'lganda? Bugun saharlikka bir osh yeylik. Osh? Ye! Siz faqat suv bilan yovardingiz, hozir nima bo'ldi? Mazam qochib qolyapti, boshim aylanib. O'sha uchun katta gapirma deyman men senga. Osh bo'lsa osh, tur ketdi. Eshikka chaqiraver, oyog'im ishlamayapti o'zi. Qaltirab ketyapti hamma joyim. Olib kelaver.